avvalambor Turkiyada eng ko'p ehtiyoj qurilish ishlari uchun va bola qarash, enaga bo'lib ishlash, yosh qariyalarga qarash yoki uy xizmatchisi ayollarimizga ishlar ko'p. Undan keyingi o'rinda turizm turadi. Turizmda ham bu sezonniy ishlar, masalan, mehmonxonalarda yoki kafe, restoranlarda ishchi kuchi kerakligi. Aslida shu ishlar bo'ladi. Unda hozirgi paytlarda tushunishim bo'yicha Turkiyada ham endi Rossiya bilan hisoblaganda sal daromad olish qiyinroq deyishadi. O'zi shunaqami? Daromad qanaqa o'rtacha? O'rtacha daromadlar 29.000 lira askar ujrat hisoblanadi. Ishiga qarab, kasbiga qarab, tajribasiga qarab u oyligi narxi ko'tarilishi ham mumkin. 29.000 lira dollarga hisoblaganda qanaqa? Bu o'rtacha 650-620 dollarlar atrofida bo'ladi. Bu qo'lga tegadigan yo xarajatlar? Bu qo'lga tegadigan. Xarajatdan tashqari. Xarajatdan tashqari.